Soat oqshom 12:30. Hozir kuryerlar jangida ishlayapmiz. Qani qaysi kompaniyani kuryerlar tezroq ishlashadi O'zbekistonda. Yandex Uzumworld hozir uchalasidan bir xil vaqtda bir xil restorandan ovqat zakaz qilamiz. Qaysi birining kuryeri tezroq yetib kelar ekan? Ko'rishlaringiz mumkin. Fidab restorandan 3 ta bir xil kombo zakaz qildik. Yandex World uzum tezkorda, lekin ichida 3 xil narx. Hozir bir xil restorandan bir xil ishda ovqat zakaz qildik, ishda telefonda. Qani ko'ramiz. Qaysi birinchi yetib kelar ekan? Zakaz format qildik, bosamiz hozir. Bosamizmi? 1 2 3. Buniki hali bo'lmadi-ku, nima bosib oldingiz? Hozir ovqat arzon, lekin bitta muammo, to'g'rilash hozirda muammo bo'lyapti. Kreditga platijiga o'tibdi. Qandaydir muammolar bor to'lov bilan. Hozir karta qo'shyapman ham, ko'rishlaringiz mumkin bo'lmayapti. Nalichkaga ham bo'lmayapti. Nima qilish kerak bilmadim. Lekin ovqati arzon haqiqatdan ham qolganlarga nisbatan. Yandexga ham, o'zimga nisbatan ham ancha arzon. Lekin muammo bu. Hozir nihoyat Volt o'yinimizni tark etdi. Sababi chunki katta kompaniya bo'lgan bilan to'lov tizimidagi muammolarni hal yoki bartaraf etmaydi. Shu sababli Voltni zakaz qilmaslik qaror qildik. O'yinni tark etdi. Kutilmagan vaqtda Volt zakaz tasdiqlanib qoldi. Taxminan 15 minutlardagi hozir shu telefonda ochib ekranga bitib kengaydim. Zakaz tasdiqlanib ketdi. Volt ham o'yinga qo'shdik, faqat 10 minut, 15 minut keyin o'yinga qo'shilyapti. Volt bilmadim. Menimcha hammadan keyin yetib kerak. Hozir mana uzumni kuryeri o'zi kelyapti. Ozgina qoldi. Menimcha hali ancha bor. Lekin Yandex kuryeriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zi kelib qo'ydi uyga. Hozir menimcha 5 daqiqacha. Bu musobaqada Yandex birinchi o'rinni oladi. 5 daqiqacha qilsa kerak hozir. Ko'ramiz qani. Hozir bizda kutilmagan vaziyat. Uji Volt ham ko'chani boshiga kelib qo'ydi. Mana Yandex ham yetib keldi, mana telefon bilan. O'zi Yandex yetib keldi. Birinchi o'rinni Yandex oladi. Hozir zakaz qilamiz Yandex kuryerida qo'yamiz. Eng qizig'i, hozir tashqariga chiqsak, o'zi Volt ham, Zoom ham, Yandex ham hammasi yetib kelgan. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Menimcha Volt juda ham kech zakaz qilgan edik. Tashqi 15 minutlar keyin praktik jarayon qabul qilib oldi. To'lov tizimida muammolar bo'lgan uchun, lekin Voltga respekt. O'zi vaqtida yetib keldi. Hammasi bir xil vaqtda. O'zi yetib kelib, hamma kuryerlar meni kutib turibdi. Xudo zakazlab qolamiz. Menimcha zo'r hammasida. Ishlash sistemasi hammasida zo'r menimcha. No, birinchi Yandex yetib keldi hammasidan. Akasi bitta gapirgan ekan Volt. Volt degan. Hammadan 5 minutdan keyin keldi. 10 minutga zakaz berar ekan hamma birinchi. Real gapmi? Meniki ham emas bu. Sherigimniki men prototipidan zerikkandan chiqqanman bu. Bu aka. Real gapmi? Volt o'yindan chiqaradi degan. Volt o'yindan chiqaradi o'zi. Volt birinchi yetib keldi. 10 minutdan keyin prosta bosib ketdi. Mana ishonni kelaman.